Toshkentdan bu yoqqa kelib ketib yurgan bir tijoratchi Urumchida bir qizga elchi kirgizdi-da. Kirgizgan ekan bu qiz debdi. "Voy, men uni tonimasam, otam ko'migan, onam ko'migan yerlar nima menga bo'ldilar? Mishada juray" debdi. Shuning bilan buni anglab, "O'zim ko'rishaman" deb kelib, "Ay qizgina" deb bir yerda ko'rishib, "Nodonlik qilmagin. Otang ko'rmagan, onang ko'rmagan bo'lsa, o'zing borib ko'rasan. Shunaqa katta boyliklar bor. Mana hammasi biladi. Urumchida taksida to'y ko'chiradi. Mana men aeroplanda kelib seni olib ketaman" degan bu qiz o'ylab, "Bo'ptilar" debdi-da. To'y bo'lgan kuni Nog'ursunayn chopdi, aeroplan kelibdi, qizni olib aeroplanga solibdi. Haqlar qarab qopdi-da. Aeroplan ketib yurib, tun yurim bo'lgan vaqtda aeroplan taraq uchquvchilar bir-biriga qarab, uya bilan o'ngshab bo'lolmay, "Qanaqa qilamiz?" degandan keyin, "O, akajonni uyg'otamizmi?" "Yo'q, uyg'otma. Aeroplanda 3 gina parashyut bor. Uyg'otsang, yo sen qolasan, yo men qolaman. Qochamiz" deb ikki parashyutlar lap uchib ketdi. Omunda uyg'onib aeroplan dirildab ketdi-yu. "Uchquvchijon, Shopirjon, hech kim yo'q. Bachchalar qochibdi. Ular qochibdi" deb bo'g'ochida ayoli shortida parashyutni bir toni bekitib lapida tushib ketdi. Tushib ketgan keyin, "Xotin qochib ketdi. Amal topaman. Bu yerda o'lishga bo'lmaydi. Hamma boylik xotinga qiladimi?" deb yotqan epga chiqdi-da. Yotqayama ishtikman etganda ayol lapildab tushibdi. Birdan dechilib, "Xotinjon, yerga tushganda tayog'ingni yeb qolasan." Janubdan bir cho'ngdadan chiqib ham Urumchida 2-3 kun turay deb, ana degan g'oljiq boray deb Urumchi turibdi. Endi o'zi yezdi bo'lgandan keyin odatga avtobuslarga chiqibdi-ku. Mana bilet nima qiladigan avtobusga tushib ekanda, pul tashlaydiganga. Bu avtobusga chiqib qarshi haqlar 1 so'mdan pul tashlayotgan. "Shuncha chokalli qaylab o'tasi Bishkoydan tashlab chiqib qilibdi" deb 10 ko'yin tashlaychibdi berib kendi o'tiribdi. O'tiribdi-ku, bir chiqibda tanglabdi-ku bekatda. "Shosinka" debdi. Chiqib. "Lavrinka. Yana bir nimaka" degandan "Biletcha" debdi-ku. "A, Bishkoyda Seymadimning ismini atab 10 ko'y versam, be Qosimka deyman-da.